Kanalımıza hurmatli obunachilar, bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Urganch shahrida, Vodiy shaharchasida bo'ladi. Shuni yangi 3 qavatli yangi dom qurilgan. Shuni 3-qavatida bo'ladi do'stlar. Yurtdonlazdin. Mana shu yerda bo'ladi fasad qismlarimiz. 2 xonali 70 kvadrat bo'ladi do'stlar. Do'stlar, kvartiramizga keldik. 2 xo'jalikdan bo'ladi ekan. Yurtdonlazdin yanimizdagi xo'jalik. Giraverishimiz yine prixoshkamiz bo'ladi. Do'stlar, hammalari oboy. Bu yanimizda ham как uzun prixoshka, bu yanimizda только saunzel bor. Bir umonlik qo'yib bersangizda ajoyib bo'lib turadi. Hammalari kafe. Joyimiz 70 kvadrat do'stlar. Ajoyibgina chiqanoli. Bu yanimizga kelaversak, bu yanimizda oshxonasi ayollarimiz uchun duv kommunikatorlarimiz shuda turibdi, cho'kli pollarimiz ham bor ekan. Tak, bu yanimizda ham bir xonasi, ya'ni mehmonxonasi bo'ladi. Oshxona bu yanimiz spalnimiz bo'ladi, do'stlar. Spalnimiz Yurtdonlazdin, spalnimiz ham katta ekan razmerlari. Narx ekranda yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib qolamiz.